Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pul islohoti bo'ladimi? So'mni tashlab yevroga o'tamizmi? Markaziy bankning yevro haqidagi bayonoti nimani anglatadi? Bu savollar hazil emas. Chunki bu mavzu har bir oilaning jamg'armasiga, kreditiga, maoshiga, biznesiga, chet eldan keladigan puliga va hatto bozorda non, go'sht, benzin narxiga ham ta'sir qiladi. Agar sizning qo'lingizda so'mda pul bo'lsa, bankda omonatingiz bo'lsa, dollarda yoki yevroda qarzingiz bo'lsa, xorijdan pul olsangiz, uy, joy, avtomobil yoki texnika sotib olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda zarur. Men bugun vahima tarqatmayman. Dokin xavfni ham yashirmayman. Oddiy tilda raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Aslida nima bo'lyapti, kim xavotir olishi kerak, kim esa shoshilmasligi kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki moliyaviy savodxonlik bugun boylik emas, himoya vositasi. Kim oldindan tushunsa, u pulini saqlab qoladi. Kim mish-mish ortidan yugursa, ko'pincha zarar ko'radi. Avval vaziyat qanday edi? Odamlarimiz odatda 3 xil pulga qarab yashaydi. Kundalik hayotda so'm, katta xaridlarda dollar, ayrim xalqaro savdo va safarlarda yevro. Masalan, bozorda oziq-ovqatni so'mda olamiz, maosh so'mda tushadi, kommunal to'lov so'mda. Lekin uy, mashina, texnika, import tovarlar, chet elda o'qish, davolanish yoki biznes ko'pincha dollar yoki yevro kursiga qaraymiz. Ko'p yillar davomida odamlar shunday fikrga o'rganib qolgan. So'm qadrsizlanadi. Dollar yoki yevro ushlab tursam xavfsizroq bo'ladi. Bu fikrning sababi bor. Chunki import ko'p, tashqi savdo katta, ko'p mahsulotlar chetdan keladi. Agar dollar yoki yevro qimmatlashsa, import qimmatlashadi. Import qimmatlashsa, do'kondagi narxlar ham asta-sekin ko'tariladi. Odam esa buni oddiy hayotida ko'radi. Kecha 1000 so'm bo'lgan narsa bugun 20 so'm bo'lib qoladi. Endi nima o'zgardi? So'nggi paytlarda Markaziy bank va moliya tizimi haqida turli xabarlar, valyuta siyosati, yevro bilan hisob-kitoblar, xalqaro zaxiralar, inflyatsiya va kurs bo'yicha bayonotlar ko'paydi. Shundan keyin ayrimlar demak so'm bekor bo'ladimi? Yevroga o'tamizmi? Pul islohoti kelyaptimi? Qo'ldagi so'mni tezda almashtirish kerakmi degan savollarni bera boshladi. Men buni aniq aytaman. Har qanday markaziy bankning valyuta haqidagi bayonoti avtomatik ravishda milliy valyutani tashlash degani emas. Yevro haqida gapirilsa, bu ertadan boshlab hamma narsa yevroda bo'ladi degani emas. Markaziy bank valyuta zaxiralarini boshqarishi, xalqaro hisob-kitoblarda turli valyutalarni ishlatishi banklar uchun qoidalarni yangilashi mumkin. Bu normal iqtisodiy jarayon. Lekin shu bilan birga bu jarayonlar oddiy odamning puliga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun tushunib olish kerak. Birinchi muhim masala so'm nima uchun kerak? So'm bu O'zbekiston ichidagi asosiy qonuniy to'lov vositasi. Siz do'konda, bozorda, soliq to'lashda, maosh olishda, kredit yopishda, kommunal to'lovlarda so'mdan foydalanasiz. Milliy valyutani birdan tashlab yuborish oddiy qaror emas. Buning uchun ulkan siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va texnik jarayonlar kerak bo'ladi. Har bir bank tizimi, har bir kassa apparati, har bir shartnoma, har bir kredit, har bir narx qayta hisoblanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ertaga yevroga o'tamiz degan gapga men ehtiyotkor qarayman. Ikkinchi masala yevroning roli. Yevro dunyodagi eng yirik valyutalardan biri. Yevropa ittifoqi bilan savdo qiladigan davlatlar uchun yevro muhim. Agar davlatning importi yoki eksportida Yevropa yo'nalishi katta bo'lsa, yevrodagi hisob-kitoblar ham muhimlashadi. Markaziy bank yevro haqida gapirsa, bu zaxiralarni diversifikatsiya qilish, ya'ni hamma tuxumni bitta savatga solmaslik siyosati bo'lishi mumkin. Masalan, zaxiraning bir qismi dollarda, bir qismi oltinda, bir qismi yevroda. Bir qismi boshqa aktivlarda saqlanishi mumkin. Bu xavfni kamaytirish uchun qilinadi. Uchinchi masala kurs nega o'zgaradi? So'mning dollarga yoki yevroga nisbatan kursi talab va taklifga bog'liq. Importchilar chetdan mahsulot olish uchun valyuta sotib oladi. Chet elda ishlayotganlar pul yuborsa, valyuta kiradi. Eksportchilar mahsulot sotib valyuta olib keladi. Davlat qarz to'lasa, valyuta chiqadi. Turizm, investitsiya, oltin narxi, neft, gaz, logistika, geosiyosat hammasi kursga ta'sir qiladi. Oddiy misol. Agar bir oyda tadbirkorlar ko'p miqdorda texnika, avtomobil, ehtiyot qismlari, kiyim-kechak, dorilar import qilmoqchi bo'lsa, ular bankdan dollar yoki yevro sotib oladi. Valyutaga talab oshadi. Talab oshsa kursga bosim bo'ladi. Aksincha, eksport yaxshi bo'lsa, chetdan pul ko'p kelsa, kurs barqarorroq bo'lishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda valyutada qarzi bor odamlar. Masalan, sizda 10 ming dollar yoki 10 ming yevro qarz bor.
maoshingiz esa so'mda. Agar yevro 12 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqsa, sizning qarzingiz so'mda ancha oshib ketadi. 10 ming yevro pik 20 million so'm emas, pik naqd million so'mga aylanadi. Ya'ni siz hech narsa qo'shimcha olmagansiz, lekin so'mdagi yukingiz 20 millionga oshdi. Mana shu valyuta xavfi deyiladi. Ikkinchi xavf guruhi. Import bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar. Masalan, tadbirkor Turkiyadan yoki Yevropadan 20 ming yevrolik tovar olib keladi. Oldindan narxni hisoblab, mahsulotni sotmoqchi bo'ladi. Agar tovar yo'lda kelguncha yevro qimmatlashsa, uning tannarxi oshadi. U narxni ko'tarishga majbur bo'ladi. Narx ko'tarilsa, xaridor kamayadi. Xaridor kamayib, tovar omborda qolsa, biznes aylanishi sekinlashadi. Demak, kurs o'zgarishi faqat bankdagi raqam emas, real biznesning nafas olishiga ta'sir qiladi. Uchinchi guruh, chet elda o'qiyotgan farzandi bor oilalar. Tasavvur qiling, farzandingiz Yevropada o'qiydi, yiliga 6 ming yevro kontrakt, oyiga 600 yevro yashash xarajati kerak. Agar yevro 12 ming so'm bo'lsa, oyiga 7 million 200 ming so'm kerak. Agar yevro 1 ming so'm bo'lsa, oyiga 8 million 500 ming so'm kerak. Bir oyda farq 20 million 200 ming so'm. Bir yilda bu juda katta summa bo'ladi. Shuning uchun bunday oilalar kursni oldindan rejalashtirishi kerak. 4-guruh, katta xarid oldida turganlar. Uy, mashina, texnika, qurilish materiali. Rasmiy narx so'mda bo'lsa ham, ko'plab mahsulotlarning ichida import ulushi bor. Masalan, konditsioner, muzlatkich, telefon, kompyuter, avtomobil ehtiyot qismi, hatto ayrim qurilish materiallari chetdan keladi yoki chetdan kelgan xomashyoga bog'liq. Valyuta qimmatlashsa, bu mahsulotlar narxiga vaqt o'tib ta'sir qiladi. Kim shoshilmasligi kerak? Agar sizning barcha daromadingiz so'mda bo'lsa, xarajatlaringiz ham so'mda bo'lsa, yaqin 3-6 oyda katta valyuta xaridingiz bo'lmasa, qo'lingizdagi hamma so'mni birdan yevroga yoki dollarga almashtirish to'g'ri strategiya bo'lmasligi mumkin. Chunki valyuta kursi faqat ko'tarilmaydi, ba'zan pasayadi yoki uzoq vaqt bir joyda turadi. Siz vahimada qimmat kursda valyuta olib, keyin pul kerak bo'lganda arzonroq sotib zarar ko'rishingiz mumkin. Masalan, oilada 20 million so'm jamg'arma bor. Bu pul 2 oy ichida to'y xarajatiga, davolanishga yoki uy ta'miriga kerak. Siz so'm ketadi degan gapdan qo'rqib hammasini yevroga almashtirdingiz. Keyin ustalar do'kon, shifoxona so'm so'raydi. Siz yana yevroni so'mga aylantirasiz. Bankdagi sotib olish va sotish kursi orasida farq bor. 2 marta konvertatsiya qilsangiz, hech qanday foydasiz 300 ming, 500 ming yoki undan ko'p zarar ko'rishingiz mumkin. Vahima odatda bankka foyda, oddiy odamga zarar olib keladi. Endi eng nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Hamma valyuta olsa men ham olishim kerak degan psixologiya. Bozorda eng xavfli narsa ko'pincha olomon harakati. Odamlar bir-biridan eshitib, Telegramdagi noma'lum xabarni ko'rib, bankka yuguradi. Natijada talab sun'iy oshadi. Ayirboshlash shoxobchalarida kurs farqi kengayadi. Siz qimmat olasiz. Bir necha kundan keyin vaziyat tinchisa, kurs qaytishi mumkin. Shunda zarar sizda qoladi. Ikkinchi tuzoq. Yevropa puli demak doim kuchli degan fikr. Yevro kuchli valyuta, lekin u ham riskdan xoli emas. Yevropada inflyatsiya, foiz stavkalari, energiya narxlari, siyosiy qarorlar, urushlar, savdo cheklovlari yevro kursiga ta'sir qiladi. Yevro dollarga nisbatan ham ko'tariladi, ham tushadi. Demak, yevroni mutlaq xavfsiz joy deb qarash xato. Pulni saqlashda savol shunday bo'lishi kerak. Menga bu pul qachon, qaysi valyutada va qaysi maqsad uchun kerak? Uchinchi tuzoq. Valyutada omonat va so'mda omonat farqi. Banklarda so'mdagi omonat foizi odatda yuqoriroq bo'ladi. Valyutadagi omonat foizi esa pastroq. Nega? Chunki so'mda inflyatsiya va kurs riski bor. Bank sizga yuqoriroq foiz taklif qiladi. Masalan, so'mda yillik 20% omonat, yevroda 3% omonat bo'lishi mumkin. Agar kurs yil davomida 10% o'ssa, so'mdagi yuqori foiz baribir foydaliroq chiqishi mumkin. Agar kurs 25% o'ssa, valyuta foydaliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaror bitta mish-mish bilan emas, hisob-kitob bilan qilinadi. 4-masala, inflyatsiya. Odam ko'pincha faqat kursga qaraydi, lekin narxlar o'sishini unutadi. So'mning ichki xarid qobiliyati inflyatsiyaga bog'liq. Agar siz 1 million so'mni uyda naqd saqlasangiz, 1 yil o'tib o'sha 100 million so'm jihatdan o'zgarmaydi, lekin unga bo'ladigan mahsulotingiz kamayishi mumkin. Shu sababli jamg'arma yostiq ostida emas, maqsadga qarab omonat, likvid aktiv, qisqa muddatli reja. Valyuta va so'm balansida bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Pul islohoti deganda odamlar ko'pincha denominatsiyani tushunadi. Denominatsiya bu puldan nollarni olib tashlash.
Masalan, 1 million so'm o'rniga 5 yangi so'm bo'lishi mumkin. Nazariy misol sifatida aytyapman. Bu boylikni avtomatik kamaytirish degani emas, agar to'g'ri amalga oshirilsa. Lekin real pul islohoti bo'ladimi yo'qmi? Buni faqat rasmiy hujjatlar, qonunlar, markaziy bank va hukumat qarorlari orqali bilish mumkin. Ko'chadagi gap bilan pul almashtirish eng katta xato. 6-jihat. Rasmiy manba va soxta xabarlar. Markaziy bank shok bayonot berdi. Ertadan so'ng bekor. Faqat yevro qoladi kabi sarlavhalar odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Men sizga doim shuni maslahat beraman. Bayonotni o'qiganda asl matn toping. Markaziy bankning rasmiy sayti, rasmiy Telegram kanali, ovidagi to'liq iqtibos. Sarlavha boshqa, mazmun boshqa bo'lishi mumkin. Ba'zan bayonotda yevrodagi operatsiyalar tartibi deyiladi. Odamlar esa buni yevroga o'tish deb tushunadi. Bu ikki boshqa narsa. 7-masala naqd pul va bankdagi pul farqi. Agar hamma vahimada naqd valyuta izlay boshlasa, naqd bozorda vaqtincha muammo bo'lishi mumkin. Lekin bankdagi konversion operatsiyalar, karta orqali xarid, xalqaro o'tkazma alohida tartibda yuradi. Naqd valyuta yetishmasligi doim ham valyuta tizim qulayapti degani emas. Ba'zan logistika talabning keskin o'sishi yoki banklarning ichki limiti sabab bo'ladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pulingizni maqsad bo'yicha ajrating. Birinchi qism kundalik xarajatlar, oziq-ovqat, transport, kommunal to'lov, dori-darmon. Bu pul so'mda bo'lgani ma'qul. Chunki siz uni so'mda ishlatasiz. Ikkinchi qism favqulodda zaxira, kamida 3 oylik xarajat. Bu aralash bo'lishi mumkin. Bir qismi so'mda, bir qismi dollar yoki yevroda. Uchinchi qism uzoq muddatli jamg'arma. Uy, ta'lim, davolanish, biznes. Bu maqsad qaysi valyutada bo'lsa, jamg'armaning katta qismi ham o'sha valyutada bo'lgani mantiqli. Ikkinchi qadam, agar sizda valyutada qarz bo'lsa, darhol hisob-kitob qiling. Qarz summasi qancha, oyga qancha to'laysiz? Kurs 10% oshsa, to'lovingiz so'mda qancha bo'ladi? 20% oshsa-chi? Masalan, oyga 500 yevro to'laydigan odam uchun kurs 10 mingdan 1 mingga chiqsa, oylik to'lov 6 milliondan 7 millionga chiqadi. Farq 1 million. Agar sizning oilaviy byudjetingizda bunday zaxira bo'lmasa, bank bilan gaplashing. Kreditni so'mga o'tkazish imkoniyati bormi? Muddatni uzaytirish mumkinmi? Oldindan qisman yopish foydalimi? Shularni so'rang. 3-qadam. Bankka borganda tayyor bo'ling. Agar omonat ochmoqchi bo'lsangiz, pasport yoki ID karta, bank kartangiz, telefon raqamingiz, mablag' manbasi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Yirik summa bo'lsa, bank pul qayerdan deb so'rash tabiiy. Bu sizni ayblash emas, moliyaviy nazorat talabi. Oldi-sotdi shartnomasi, maosh tushumi, tadbirkorlik daromadi, meros hujjati kabi manbalarni tayyorlab qo'yish foydali. 4-qadam. Valyuta almashtirganda kursni solishtiring. Bitta bankka kirib, darhol almashtirmang. Mobil ilovalarda bir nechta bank kursini ko'ring. Sotib olish va sotish kursi orasidagi farqqa e'tibor bering. Agar siz bugun olib, ertaga sotishingiz mumkin bo'lsa, bu farq sizning zararingiz. Valyutani uzoq muddatli maqsad uchun olayotgan bo'lsangiz, bu farq unchalik muhim emas, lekin qisqa muddatda juda muhim. 5-qadam. Hamma pulni bitta valyutada saqlamang. Men oddiy oilalar uchun ko'pincha balansli yondashuvni tavsiya qilaman. Masalan, yaqin 3 oylik xarajat so'mda, favqulodda zaxiraning bir qismi so'mda, bir qismi barqaror xalqaro valyutada. Agar farzandingiz Yevropada o'qisa, yevro ulushi ko'proq bo'lishi mumkin. Agar AQSh dollari bilan bog'liq xarajatlar bo'lsa, dollar ulushi ko'proq. Agar hamma xarajatingiz O'zbekistonda bo'lsa, so'm ulushini juda kamaytirish ham noqulay. 6-qadam, tadbirkorlar uchun alohida. Import shartnomangiz bo'lsa, valyuta riskini narxga oldindan qo'shing. Xaridor bilan shartnomada kurs o'zgarishi bandini yozing. Masalan, to'lov kunidagi markaziy bank kursi bo'yicha yoki kurs 5% dan ortiq o'zgarsa, narx qayta ko'rib chiqiladi degan bandlar biznesni himoya qiladi. Yetkazib beruvchi bilan oldindan to'lov va keyingi to'lov ulushini muhokama qiling. Agar 5% oldindan to'lov qilsangiz, kurs riski kamayadi, lekin yetkazib beruvchi riski oshadi. Agar kech to'lasangiz, kurs riski oshadi. Har bir variantni hisoblang. 7-qadam, soxta pul almashtiruvchilardan ehtiyot bo'ling. Kurs keskin o'zgargan paytda firibgarlar ko'payadi. Bankdan arzonroq yevro bor. Katta summa almashtirib beraman. Oldin karta tashlang degan takliflar juda xavfli. Faqat rasmiy bank, litsenziyali ayirboshlash shoxobchasi yoki bank ilovasi orqali ishlang. Kichik foiz tejayman deb butun puldan ayrilib qolish mumkin. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Markaziy bank sayti
tijorat bankingizning rasmiy kanali, hukumat qarorlari, ishonchli iqtisodiy nashrlar. Agar biror xabar chiqsa, darhol pulingizni ko'chirmang. Avval savol bering. Bu qaror qachondan kuchga kiradi? Kimlarga taalluqli? Naqd pulgami yoki bank operatsiyasigami? Jismoniy shaxslargami yoki banklargami? Majburiy qo'ydami yoki tavsiyami? Mana shu savollarga javob topmasdan harakat qilmang. 9-qadam oilaviy byudjet daftarini yuriting. Bu juda oddiy, lekin kuchli vosita. Oyiga qancha daromad, qancha xarajat, qaysi xarajat importga bog'liq, qaysi qarz valyutada, qaysi maqsad uchun jamg'aryapsiz, bularni yozing. Raqamni ko'rgan odam mish-mishdan kamroq qo'rqadi. Chunki u o'z holatini biladi. 10-qadam katta xaridni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, shoshilmang, lekin kechiktirish narxini ham hisoblang. Masalan, 6 oy ichida muzlatgich olmoqchisiz. Agar pul tayyor bo'lsa va mahsulot import bo'lsa, kurs o'sishi ehtimoli tufayli erta olish foydali bo'lishi mumkin. Lekin kreditga yuqori foizga faqat qo'rquv bilan olish yomon qaror bo'lishi mumkin. Har doim 3 ta savol bering. Menga bu narsa haqiqatan kerakmi? Hozir olsam qancha tejayman? Kredit foizi va risklar qancha? Xulosa shuki, yevro haqidagi bayonotlar va valyuta siyosatidagi o'zgarishlar muhim, lekin bu so'm ertaga yo'q bo'ladi degani emas. Milliy valyuta, kurs, inflyatsiya zaxira, omonat va qarz, bularning hammasi bir-biriga bog'liq. Asosiy vazifa vahimaga tushish emas, o'z pulingizni maqsadga qarab boshqarish. Agar daromadingiz so'mda, xarajatingiz so'mda bo'lsa, hamma pulni birdan yevroga almashtirish shart emas. Agar valyutada qarzingiz, chet elda o'qish xarajatingiz yoki import biznesingiz bo'lsa, albatta oldindan himoya rejasi tuzing. Rasmiy manbalarni o'qing, bank bilan maslahat qiling, hujjatlarni tartibga keltiring. Jamg'armani bir nechta valyuta va muddat bo'yicha bo'ling. Endi sizdan so'rayman. Sizningcha hozir so'mda jamg'arish ma'qulmi yoki yevro va dollarga o'tish kerakmi? Izohlarda fikringizni yozing. Omonat yoki valyuta bo'yicha savol bo'lsa, aniq vaziyatni yozing. Men keyingi videolarda tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot har bir oilaning pulini himoya qilishi mumkin.